Hayotimda ko'p do postlilar ko'rganman, lekin bunchalik bo'ladi deb o'ylamagandim. Do va postli. Tasavvur qiling. 4 yilcha oldin Pamukkale'ni video rasmlarda ko'p ko'raverib, borishni rosa orzu qilib qolgandim. Yana shu joyga aynan sevgilim bilan boraman degandim. Niyatimni yaxshi qilgan ekanman. Bu yil bizga nasib qildi. Pamukkale'ga yetib olish uchun avtobusni turga borgandik. U joyga yetib olish uchun ancha vaqt peshkom yurish kerak edi. Shunaqa qorayib ketdik. Yana sevgilim, "Sen orzungga yetish uchun meni ham qorayishimga, isib ketishimga to'g'ri keldi" deb qo'ydilar. To'g'ri, borganimda shunaqa bahaybat joyi ko'rib maza qildim. Men o'zi tabiatni juda ham yaxshi ko'radigan odamman. Faqat bittasi alam qildi. Video va rasmlardagi hozir suv ko'p emas ekan. Hozir Pamukkale BMTni qaramog'ida ekan va ular har xil tekshiruvlar olib borishganda suv kamayib ketayotganini bilishibdi. Shuning uchun ham suvni kamaytirib qo'yilgan ekan. Lekin baribir bu sayohatdan maza qildim. Hamma qilgan orzularimiz shunaqa osonlikcha ushalaversin. Siz qayerga borish orzu qilasiz? Men Baliga.